O'zbekistonda yangilik do'stlar, qop-qora tunda qop-qora asfalt yotqizish xizmati necha pul bo'lyapti? Tekizligini ko'rsatib beraman. Vapshim tekiz baklashkalar uchib ham ketaveradi do'stlar. Kimda ekan mana shunaqa qop-qora asfaltlar yotqizish xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa do'stlar, 1 kvadrat metri 60 mingdan 65 ming so'mgacha ustalar yotqizib berishyapti. Buning ichida xohlasalar mana gullarni oldiga kafelarga yotib berishadi. Alohida bu xizmatni do'stlar 1 kvadrat metr aytgandek 60 mingdan 65 ming so'mgacha, tonnasi 670 mingdan 600 mingdan 670 ming so'mgacha. Vodiy bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Kechani kecha, kunduzni kunduzmi, mana kecha soat 10 da ham ustalar ishlab yotibdi. Ustalar uchun like qo'yib podдержка qo'yamiz. Kimda kim asfalt yotqizish xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarni hashtag bilan yozganman, aloqa chiqaverasizlar. Oybek Qosim deydigan bo'lsa, bonuslarga palasa-malasini bir balolarni chizib berishadi. Do'stlar, soqqaniqlar vaqt keldi. Batta mana hozir 380 kvadrat metrda yotqizib berishyapti. Taxminan 5 sm atrofida bo'lyapti. Kerak bo'lsa taylarni tekizlab ham berishaverar ekan. Hashtaglar bilan nomerlar pastga yozilgan.